Nimani ovozi? Tushunursan, boy o'g'illar yana o'rmondan o'klab yotishibdi. Ha, mayli. Tushunmadim. Nimani ovozi? Uyimning qadrli tomoshabinlar, videoni qiziq joy boshlanishidan avval sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar hamda kommentariy yozinglar. Ketdik. Sizga nimadir chiqib olganga o'xshaydi. Ko'rish kerak, lekin narvonim yo'q bu yerda, chin ursin. Mayli, hojatxonaga chiqish kerak. O'rmongacha borgim kelmayapti. Shu yerda ishimni bitirib qolaman. Ertalab bo'ldi. Ishga borish kerak. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Jabi va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, kechirim bo'ldi. Xuddiki uyim tepasida kimdir yurgandek bo'ldi. Balki menga shunday tuyulgandir. Undan tashqari men o'rmonning yonginasida yashayman, bilasizlar, lekin o'zimni himoya qilishim mumkin, chunki menda kalash bor. Endi esa fermaga otlanamiz. Do'stlar, menga narvon kerak, chunki tomga chiqib ko'rmaganman. U yerda nima borligini bilmayman. Bu nima bo'ldi? Politsiya, bizni qishloqda politsiya nima qilyapti? Axir bu eng tinch tushunursan. Hoy janob, bu yerda bo'lish mumkin emas. Xo'p, uzr. U yerda o'zlarini qandaydir tergov surishtiruv ishlarini qilishyapti shekilli, shuning uchun borish mumkin emas. Lekin ko'rdinglarmi, boshiga nimadir tiqib qo'yishgan, pichoqmi, machetami yoki boshqa narsami? G'alati, bizni qishloqda qotillik tasavvur ham qilish qiyin. Axir bizni qishloq eng tinch qishloq bu. Shahardan chekka joyda joylashganmiz. Undan tashqari bu yerda yomon odamlar yo'q, hammasi oddiy jitlar. Ular ba'zida qitmir bo'lishi mumkin, lekin birovni, ayniqsa o'yinchini o'ldirishgacha qo'llari bormaydi. Tushunursan. Hayronman, nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Urab olishgan. Yo'q, men nima uchun ertalabdan qishloq bo'sh ekanda? Aytdim. Tushunursan, mayli, hozir ishimizni qilamiz, lekin janob merga mana bularni topshirishim kerak-ku, har kungidek. Nima qilamiz bilmadim. Mayli, o'ylab ko'rish kerak. Xo'p, tezgina undan borib o'taman. Hoy, brat, men sizga nima dedim? Nima? Bu yerga mumkin emas. Balki tergov qilamiz. Yo'q, meni tergov qilish shart emas. Men bu yerdan ketaman. Tushunursiz, do'stlar, nimaga qo'yishmaydi-ya? Bo'pti. Hozir bir nima o'ylab topamiz, lekin merga topshirmasam bo'lmaydi, chunki yaqinda oylik olaman. Mayli. Tak. Qarab turibdi haligacha. Tushunursiz, uydan chiqarishga qo'yishmaydi shekilli. Qandaydir dalillar, izlar bo'lsa, jitlar bosib tashlashmasin, yo'q qilishmasin deb. Tushunursiz, nima qilamiz endi bilmadim, lekin qotillik bilan men esa ishimni qilishim kerak. Mer qo'ng'iroq qilyapti. Allo, janob mer. Sen bola ishingni qilasanmi, yo'qmi? Sen qachon topshirasan bug'doyni? Janob mer, bugun topshirmoqchi edim, lekin bu yerda politsiya qo'ymayapti chiqishga. Biror nima o'ylab topdi? Bilasan-ku, bugun oylik olish kuning. Men seni o'ylab aytyapman. Mayli, hozir boraman. Bo'pti. Jenursin do'stlar, bu merga faqatgina bug'doy bo'lsa bo'ldi. Mayli, mana bu yerdan hozirgina chiqib olamiz va keyin derazani tuzatib qo'yaman. Qani, oppa, ketdik. Yaxshi, sekin do'stlar, bizni hech kim ko'rmasligi kerak. Okey, do'stlar, okey. Xo'sh, bu yerda hech kim ko'rmas ekan bizni. Ajoyib. Bu yerda ham qishloqliklar yo'q, faqatgina aylanib o'tishimiz kerak, juda ham uzoq joydan ko'rinmasligimiz uchun. Bu yerda axir quduq bor. Bizni shundoq ham politsiya ko'rmaydi. Bu yaxshi. Tak, sekin. Ana yerda turibdi. Bizga qaramayapti. Ajoyib. Janob mer, keldim. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum. Derazaga chiqma. To'g'ri aytasiz. Xolos, men bug'doyni olib keldim. Qoyil. Oylikmi? Oylik kechroq. Mayli, bo'pti. Kelaman. Hozir esa ehtiyot bo'l, qarab turibdi. Tushunursiz, mayli, yana ozgina stol tagiga kira olmas ekanman. Mayli, mana olishingiz mumkin. Endi bu yerdan qanday ketaman bilmadim. Qarab turibdi derazaga. Bo'pti, bu yerdan chiqa olmasam kerak. Men senga nima deyapman? Hoy, nima? Derazadan qarab turibdi. Tushunursin. Tepadan chiqsamchi, nima deysiz? Tomdan chiqishga harakat qil, mayli. Okey. Xo'sh, do'stlar, mana bu missiya невыполнима bo'lyapti bizda, chunki politsiya ko'rmasligi kerak. Bug'doyni tashlab ketarsiz. Xo'p, mana. Bo'pti. Xo'sh, bu yerdan ketamiz. Qani do'stlar, sakrash kerak. Yiqilib tushmayana, jag'ing bilan kirib ketma biror yerga. Xo'p. Xo'sh, sekin. Bu yer yopiq ekan. Tushunursin. Bu yer yopiq-ku, janob mer. Esimdan chiqibdi, remont qilgan degan tomni. Yo'q, qachon edi? Ancha bo'lib qoldi, yozda. Mayli, mana oling, derazangizdan chiqib ketaman. Mayli, sindirsang sindira qol. Xo'sh, televizorni ham olib tashla, xalaq beradi. Xo'p. Yaxshi, do'stlar, hozir bu yerdan chiqib olamiz va uyga qaytishimiz kerak. Mana bu yerdan aylanib o'tamiz, sekin politsiya ko'rmayapti. Bu yaxshi. Tak, qochdik. Ajoyib. Mana endi bu yerdan bemalol ketsak bo'ladi. Faqatgina hayronman do'stlarim, biz batafsil bilmaymiz. Hozir do'stimga qo'ng'iroq qilaman. Tak, qani.
Xo'sh. Allo. Salom Jabi, qalaysan? Jitel, nimalar bo'lyapti? Nimaga politsiya kelib olgan hech kimni chiqarmayapti? Yangi o'yinchi ko'chib kelganda kechasi shuni o'ldirib ketishdi, eshitmadingmi? Yo'q, eshitganim yo'q. Qishloqliklar ogohlantirgan ekan, kechasi survival qilma deb, lekin quloq solmabdi. Ha, bo'pti, tushundim. Rahmat, mayli. Tushunursin do'stlar, eshityapsizlarmi? Nimalar bo'lyapti bizning qishloqda? Qanaqadir dahshatli qotilliklar, montajchi esa fonga qanaqadir kulgili musiqa qo'yib qo'ygan, ha. Jenurson, bu safar ham yutdim, ha. Haqiqiy kiber sportchimanda. Lekin hojatxonaga chiqish kerak baribir. Nima bo'ldi? Bu yerda qanaqadir g'alati narsa bo'lyapti. Ko'rdinglarmi? Kimdir o'tib ketganday bo'ldi. Ha, mayli, balki ko'zim og'rib qolgandir, ko'p o'ynayverib. Ha, aytishganda, zreniya tushib ketadi, o'ynayversa deb. Hali ham politsiya turibdi, tushunursin. Do'stlar, mayli. Eshitdinglarmi? Yana o'sha ovoz. Birinchi kuni eshitganimdek. Demak, uni odam chiqargan ekanda. Yo'q, kim bo'lishi mumkin? Ha, ertaga oyligimni olganimdan so'ng birdaniga kamera sotib olaman. Ha, kamera o'rnatsak bu yerga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ha, ertaga kamera olaman. Ha, politsiya ketibdi, jasadam yo'q. Qo'yil. Hammaga yana bir bora xayrli tong, qadrli tomoshabinlar va obunachilar. Tomoshabinlarga bir savol, nimaga hali ham obuna bo'lmagansizlar? Ha, mayli, hozir bu yerdan ishimizni tezgina bitiramizda, merning yoniga boramiz, chunki oyligimni ola olganim yo'q do'stlar. Ancha vaqt o'tib ketdi, kamera ham qo'ya olganim yo'q. Boyaga odam yuribdi hali ham. Bilmadim u kim, nima istaydi mendan, nima uchun meni uyimning yonida. Lekin do'stlar, menda hattoki video olishga ham kayfiyat yo'q edi. O'sha kunlarni eslasam, o'tgan bir necha kun endi, xullas, juda ham dahshat bo'lgandi. Ha, mayli, bo'ldi. Hamma narsani terib oldik. Ajoyib do'stlar, yaxshisi eslamaganim ma'qul. Aks holda xayollarga berilib, ancha vaqtga qotib qolishim mumkin, chunki sizlar bilmaysizlar, u derazalarimga qaray boshladi. Do'stlar, umid qilaman, balki uxlayotgan vaqtimda uyning ichiga ham kirgandir. Bilmadim. Yo'q do'stlar, endi aniq kamera olishimiz kerak. Hozir men borib merdan pulimni bering deyman. Janob mer. Nima? Ketibdi politsiya. Ha. Yaxshi. Pullarchi? Pullarmi? Katta rahmat. Mayli, men ketdim. Ha, do'stlar, endi borib olishimiz mumkin kamera, lekin qayerda sotardi-ya? Bu tarafdan men yashayman. Bu yerda quduq, qishloqning o'rtasida. Yo. Telefon do'stlar, hozir. Tak, sekin. Yo'q, tashlash kerak. Bo'ldi. O'zim cho'kib ketsam ham, telefonni asrab qolish kerak. Yaxshi, faqat o'chib qolmabdi. Ajoyib do'stlar, yaxshi. Ishlayapti, qoyil. Femfon. Lekin baribir ham Nokia 33 unga hech qaysi yeta olmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Xo'sh, magazin. Mana bu yerda bo'lish kerak. Ana shu yerda elektrotexnika sotishadi. Tak, qani. Hoy, jitel, shu yerdamisan? Ha, kiravering. Salom. Menga kamera kerak edi. Kamera, odamlarni ko'rsa aniqlaydigan. Yaxshi. Buncha qimmat. O'zing so'rading-ku, odamlarni aniqlaydigan, ustuni intellektli bo'ladi. Uni kompyuterga ulash mumkin. Yo'q, qo'yil, mayli. Katta rahmat, shunchasi yetadi menga. O'taman. Maqtanma. Maqtanganim yo'q, shunchaki soatni ko'rmoqchiman. Bilamiz. Tushunursiz do'stlar, nimaga? Mayli, undan ko'ra Android olish kerak. Ha, do'stlar, haqiqiy Sigmalar Nokia ishlatadi. Tak, endi esa buni qayerga qo'ysam ekan? Birinchisidan qo'shnini uyning yoniga qo'yaman, xafa bo'lmasa kerak. Meni uyimga qarab turadi. Yaxshi, birinchisi ulandi, qani ko'raylikchi. Mana ko'rinyapti. Yaxshi do'stlar, buni qaranglar, shuncha funksiyalar bor ekan. Qo'yil, kechasi ko'radigan bo'lsa, odamlarni kuzatadigan bo'lsa bo'lgan. Shunda bekorga quvvat sarflanmaydi. Faqatgina odamlar chiqqanda ishlaydi. Endi esa yana qayerga qo'ysam ekan? Uyning ichiga qo'yamiz. Ha, do'stlar, uyimizni ichi ham himoyalangan bo'ladi. Tepaga qo'yish kerak. Xo'sh, qani. Ajoyib. Endi ko'ramiz va do'stlar, 360 gradusli ekan. Qo'yil. Bu bizga to'g'ri keladi. Chunki endi bemalol uyimizni ko'rishimiz mumkin. Ha, yaxshi. Endi esa dam olishimiz mumkin. Nima desangiz, ishimizni qilib bo'l. Obunachilar, menda yomon xabar bor. Uyimizga kirgan ekan. Hozir ko'rsataman videosini, hayron qolasizlar. Xullas, men uxlab yotibman. Eshik ochilyapti va u kiryapti. Kamera odamni aniqladi va birozdan so'ng notebookka signal yuboradi. Shunda qo'rqib chiqib ketadi. Buni qaranglar, hozir ana notebookda signal kela boshladi va men ana o'sha vaqtda uyg'onib ketgandim va nima bo'lyapti ekan deb turgandim. Eshikni yopish ovozi plus ana shu edi. Keyin esa mana undan avvalgi zapislarni ko'rganimda uyimizni tagidan chiqib kelyaptimi bilmadim. Xullas, ozgina yana trekking yo'qolib qoldi va yana paydo bo'ldi. Mana u do'stlar, mana u bizni uyimizga kirib chiqib yurgan odam. Jenurson kelganga o'xshaydi.
Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishingizni so'rab qolaman va albatta keyingi videolarni kutib qolinglar. Undan tashqari, avvalgi qismni ham tomosha qilinglar. Hammaga xayr.